2025-yil 6-aprel sanasida Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi doirasida Markaziy Osiyo davlatlari parlament devonlari rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston parlamentlari devonlari rahbarlari hamda xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur uchrashuvda qonun ijodkorligi, axborot tahlili, xalqaro reytinglar bilan ishlash va elektron parlament tizimlarini joriy etish bo'yicha tajriba almashish masalalari muhokama qilindi. Bu biz bosh kotiblar uchun juda muhim, chunki parlamentlarning ishlash tamoyillari turli mamlakatlarda juda o'xshash. Shunday uchrashuvlar bizning boshqa hamkasblarimizdan o'rganishimiz va ehtimol ayrim g'oyalarni o'z mamlakatimizga olib qaytishimiz uchun muhim imkoniyatdir. Shunday ekan biz ayrim g'oyalarni o'zimiz bilan olib ketishimiz va ularni o'z tizimimizda moslashtirish yo'lida rivojlantiramiz deb o'ylayman. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi parlamentlararo aloqalarni institutsional asosda rivojlantirish tashabbusi nafaqat siyosiy, balki huquqiy va texnologik hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Bunday strategik yondashuvlar kelgusida barqaror rivojlanish va umumiy qadriyatlarga asoslangan siyosiy hamjihatlikni ta'minlashga xizmat qiladi.